Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Shayx Zohidjon Qodirov. Ustoz Zohidjon Qodirov 1951-yilning 28-dekabrida Qozog'istonning Chimkent viloyati Sayram tumanidagi Samarqand qishlog'ida tavallud topgan. O'rta maktabni tugatib, 1969-73-yillarda Buxorodagi Mir Arab madrasasida tahsil oldi. 1975-79-yillarda Toshkentdagi Imom Buxoriy nomidagi Islom oliy ma'hadida o'qib, uni imtiyozli diplom bilan tamomladi. 1979-82-yillarda Tripolidagi Islomga da'vat Dorul-Fununida tahsil olib, shariat fakultetini imtiyozli yakunlagach, 1987-yilgacha Toshkent Islom oliy ma'hadida dars berdi. 1987-yilda oliy ma'had prorektori, 1989-yilda rektor etib tayinlandi. 1990-92-yillarda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi raisining muavini vazifasida xizmat qildi. 1993-yildan yana Toshkent Islom oliy ma'hadi rektori lavozimida xizmatni davom ettirib, tafsir, islom tarixi va adabiyot fanlaridan dars berdi. 2001-2022-yillar mobaynida Kuvayt davlatining Toshkentdagi elchixonasida tarjimon bo'lib xizmat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mutahsir endi u paytda o'qib yurganlarida, o'sha Liviyada o'qiganda ham obro'lari yuqori edi. Chunki tahsir o'qigan paytda sobiq ittifoqning davrida bo'lganlar. Endi u paytda chet elga sobiq ittifoqdan musulmon talabalar kelib o'qishi ancha shov-shuvli narsa bo'lgan. Chunki u chet eldagilar hammasi sobiq ittifoqni kommunistik rejim, dinga qarshi tuzum deb tushungan. Endi bu kishi borib o'zini ko'rsatib o'qishi bilan, axloq odobi bilan ko'rsatgandan keyin u yerdagi o'sha o'qish rahbarlari ham, o'qishni tepasidagi tashkilot, o'shanaqa islom jamiyati tashkiloti rahbarlari ham bu kishiga mehrlari tushib qolgan. Bu kishini nihoyatda yaxshi ko'rardilar. O'sha paytda bu kishi borib o'qib yurgan paytlarida Shayx Subhiy degan kishi islomga da'vat tashkilotining rahbari u kishi edilar. Bu kishini o'qishini oxirgi yillarida u rahbariyat o'zgarib, Qazzofiyni o'zini yaqin birodari, ta'lim vaziri bo'lib ishlagan odamni o'sha mansabga tayinlagan. O'sha kishi ham bu Shayx hazratdagi qobiliyatni, bu kishidagi axloq odobni, shunday sobiq ittifoqdan kelib mana shu chet elda shunchalik o'qib o'zini ko'rsatganligiga nihoyatda xursand bo'lib, u kishini doim yaqin olib yurardilar. Yig'inlarda doim chaqirib, o'zlari alindaqa so'rashib, u yoqda bu yoqda ko'rib qolsa ham kelib ko'rishib, o'shunday qilib hurmati bor edilar. Bu kishi o'sha Qazzofiyga bu kishini tanishtirgan. 89-yili bu kishi kelib bu yoqda oliy ma'hadda rahbar bo'lib yurgan paytlarida ham munosabatlar yaxshi bo'lgan. Keldi-ketdilar, delegatsiyalar kelganlarda o'zlari kutib olardilar. Endi 89-yil mana bu ijobiy o'zgarishlar sababli muftiylikka kelganlaridan keyin u kishi Qazzofiyga kirib, mana shunaqa bizda o'qib ketgan palonchi deb tushuntirib, shunaqa bo'pti deganda, u Qazzofiy ham nihoyatda xursand bo'lgan. Bizdan o'qib ketgan odam sobiq sho'ro davlatida mana shunday 5 respublikaga diniy sohada rahbar bo'libdi deb nihoyatda xursand bo'lgan. Chunki 5 ta respublikani diniy rahbari hisoblanardi bu kishi. Qazzofiyning siyosati o'shanaqa bo'lgan, ya'ni islomni o'sha orqali quvvatlash. O'sha siyosati ham mana bu g'arblarga yoqmagan siyosatlardan bittasi o'sha islomni o'shanday yo'l bilan quvvatlagan. O'qib chiqqanlarni hammasiga oylik tayinlab, qayerda o'shanga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, til biladiganlarini Osiyoga, Afrikaga, o'sha davlatlarga musulmonchilikni rivojlantirasan deb pulni berib turgan, oyligini bergan. Endi bu kishini mana shu sobiq ittifoqda 5 respublikaga muftiy bo'lishlari u kishini nihoyatda xursand qilgan. Keyin bu kishini mana faoliyati boshlab, islomga ancha xizmat qilib,
hojilar sonini ko'paytirib, madrasalar sonini ko'paytirganlari, keyin madrasadagi talabalar sonini ko'paytirganlari, keyin diniy adabiyot nashr qilishlikni yo'lga qo'yganlari, mana bular hammasi o'sha Ahmad Sharif orqali Qazzobiga yetib borganda, Qazzobiy o'zi ko'ngliga tuygan bo'lsa kerakki, bu kishini men bir o'zimizni oliy mukofot bilan mukofotlayman deb, ularda o'sha 1-sentyabrda mustaqillik kuni bo'lgan. Ular endi Fotih der edi, o'sha mustaqilligini, o'sha sentyabrdagi mustaqillik nimasini Fotih deb nomlashgan o'zlarini, o'shanaqa revolyutsiyasining nomini Fotih deb qo'ygan. O'shanaqa buyuk Fotih ordeni ta'sis qilingan, o'shanaqa dunyodagi eng ko'zga ko'ringan, islomga xizmat qilgan insonlarga taqdim qilinadigan orden bo'lgan. O'sha ordenni bu kishiga ham taqdim qilganlar. Hazrat muftiylikka kelishlik davrida o'zlaringizga ma'lumki, sobiq ittifoqni eng oxirgi yillari to'g'ri keladi. O'sha paytda Gorbachyovning siyosati yangi siyosat olib borib, qayta qurish, oshkoralik degan siyosat boshlangan davr edi. O'shani oxirgi paytlariga to'g'ri keladi. O'shanda ham diniy sohada ancha o'zgarishlar qilish boshlangan edi o'sha Gorbachyovning siyosati sharofatidan. Xususan boshqa din vakillari, xristianlik, yahudiylik va boshqa din vakillari bu siyosatdan nihoyatda unumli foydalanib, ko'plab cherkovlarini ochib, ibodatxonalarini ochib, o'zlarini faoliyatini kengaytirishga harakat qilgan. Lekin afsuski o'sha paytdagi O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi rahbariyati endi ular sobiq ittifoqning siyosati ta'siri ostida ko'p o'sha hayot kechirganligini sababidan bunga jur'at qilishmagan. Ya'ni bizni musulmonlar sohasida bir ijobiy o'zgarish qilishga, musulmonlarga ham bir masjidlarini ko'paytirishga, diniy faoliyatni kengaytirishga borasida qayg'urishmagan deyarli. O'shani ko'rgan xalqimiz diniy sohamizda, musulmonlarning sohasida bunday o'zgarish bo'lmayapti deb, oxir bu pishilib yetilib 89-yili undan keyin xalq noroziligi qilib chiqishgan. Norozilik qilib chiqib, o'sha Hastimomda to'planishib, undan keyin mana bu mustaqillik maydoni deymiz. Hozirgi ilgari paytda endi hali Qizil maydon deylardi. O'sha tomonga harakat qilishib qolganda, o'sha paytda davlat rahbarlari oldiga chiqib, keyin ularning talablarini o'rganib, shu bizning diniy sohamizda ham o'zgarish qiladigan odam bo'lish kerak. Oldinga qotib qo'ygan siyosatdagi odamlarni o'zgartirishimiz kerak degan talablarni qo'yishgan. Shayx Hazrati u paytda Oliy Islom Ma'hadi, hozirgi Imom Buxoriy nomidagi Islom institutida mudir edilar. U kishi o'sha Islom institutida ancha o'zgarishlar qilib, u yerdagi ta'lim sohasidagi o'zgarishlarni yo'lga qo'yib, diniy fanlarning sonini ko'paytirib, chet eldagi o'sha oliy o'quv ta'limlaridagi programmalardagi kitoblarni olib kelib o'qishga qo'yib, ancha rivojlanish qilganlarini odamlar bilar edi. O'shaning uchun bu kishini mana shu mansabga loyiq deb topishib, o'sha kishining nomzodini ko'rsatishgan va xalq o'sha paytda imomlar, ya'ni O'rta Osiyo respublikalari va Qozog'iston 5 ta hozirgi Markaziy Osiyo davlatlarini namoyandalari o'sha qurultoy bo'lib, keyinchalik o'sha qurultoyda bir ovozdan bu kishining nomzodini saylashgan. Saylashlarining asosiy boisi o'shandan bo'lgan. Endi u sobiq ittifoqning davrida ham O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlari diniy idorasini chet ellar bilan faoliyati bo'lgan. Taxminan 80 ta chet el davlatlari bilan, arab islom mamlakatlari bilan yozishmalar, xat olishlar bo'lib turar edi. Sobiq ittifoqning siyosati chunki o'zini musulmonlarga endi bag'ri kengligini ko'rsatish maqsadida o'shani yo'lga qo'yilgan edi. Endi bu o'zgarish bo'lgandan keyin bu faoliyat yanada kengayadigan bo'ldi. O'sha paytda endi Shayx Hazrati 89-yil muftiy etib saylanganlarida men Oliy Ma'hadga rektor qilib tayinlangan edim u kishining o'rniga. O'sha yerda ishlab turganimda keyin 90-yilga kelib bu diniy idorani faoliyatini kengaytirishni yo'lga qo'yganlaridan keyin meni bu yoqqa o'tishni taklif qildilarda, shu yoqqa o'tkazdilar. Chunki u paytda yanada chet ellar bilan munosabatlar rivojlanib ketgan edi. Chet elga bordi keldilar. Chet ellik alendaqa sayyohlar, ya'ni rasmiy diniy sohadagi delegatsiyalarning kelishlari yo'lga qo'yilgan edi. Yozishmalar ko'payib ketgan edi. O'shaning uchun taqsir iltimos qildilarki, o'zingiz o'ting, yoningizga kerakli odamlarni olib mana shu sohaga ahamiyat berish kerak, chunki chet el bilan aloqamizni rivojlantirmasak bizlarni hech kim tanimaydi. Bizlarni o'zimizni tanitishimiz kerak. Bo'layotgan bu ijobiy o'zgarishlarni, musulmonlarning hayotini chet elga tanishtirib, musulmonlarni 70 yil masalan panjara ortida yashagan musulmonlarni bag'riga shamol tekkanligini ularga tushuntirib,
musulmonlarning hayotini yaxshilashimiz kerak. Bularga o'sha arablardan, islom davlatlaridan o'zimizni haqqimizni hozirgi tilda aytganda ajratib olib kelib, musulmonlarni hayotini yaxshilashga, masjidlarni kengaytirishga, madrasalarni, talab ilmlarni sonini ko'paytirishga harakat qilishimiz kerak deb, o'shaning uchun bizni va yana bir qancha o'sha xalqaro bo'limda ishlaydigan chet elda bilan tillarni biladigan odamlarni xalqaro bo'limga o'tkazgan edilar. Bu deputatlikka nomzodni qo'yishliklari o'sha paytda o'zi pishilib yetilgan masala edi. Boshqa respublikalarda, sobiq ittifoqning boshqa respublikalarida diniy sohada ishlayotganlar ham o'zini nomzodini qo'yishlik harakati boshlangan edi, unga ruxsat bo'lgan edi. Avvalgi davrda o'zingizga ma'lumki, din davlatdan ajragan deb diniy sohadagi odamlarni birontasini davlat muassasalariga yaqinlashtirilmas edi. Mana bu o'shandaqa Gorbachyovning siyosati oqibatida mana shu diniy namoyandalarni ham mana shunaqa saylovga qatnashishga imkoniyat berilgandan keyin boshqa respublikalarda ham ba'zi o'shanaqa diniy namoyandalar o'zlarining nomzodini qo'yishni boshladi. Undan keyin bizning idorada ham maslahat bo'ldiki, mana shu diniy masalalarni hukumat tarzida ijobiy hal qilishlik uchun albatta o'zimizni nomzodimiz bo'lsa, bizni dardimizni aytadigan odam bo'lish kerak degan taqsiri o'zlari shunday qilsak nima bo'ladi degan taklif qildilar. Keyin ulamolar kengashida bu narsa ma'qullandi. Chunki ulamolar ham bilardiki, o'sha deputatlarning orasida o'zimizni namoyanda bo'lsa, haqiqiy musulmonlarning dardini faqat o'sha namoyandagina aytish mumkin. Boshqa deputatlar saylanish paytida ovoz olishligida hamma narsani va'da qiladi-yu, lekin borganiga u narsa esidan chiqib ketadi saylanmaganiga. O'sha narsani bilgan, tajribaga ega odamlar Hazratning o'zlari mana shunga o'zimiz aralashishimiz kerak. O'zimizni dardimizni o'zimiz o'sha yerda ko'tarmasak, hech kim bizni muammomizni hal qilib bermaydi degan maqsadda mana shunga kirishdilar. Atrofidagi o'sha paytdagi yordamchilari ham, xalqimiz ham buni qo'llab-quvvatlab, o'sha paytda ko'zga ko'ringan nomzodlarning orasidan bu kishining nomzodi o'tib chiqib, o'sha nomzodlikka saylanganlar. Xususan o'sha paytda endi xabaringiz bo'lsa kerak, xalq harakatlari birdamlik harakati bo'lar edi. Abdurahim Po'latov degan juda mashhur edi, ularning namoyanda boshliqlari. O'sha kishi bilan birga qo'yilgan nomzodlar. Yana u kishi bilan birga 4-5 ta boshqa odamlar ham bo'lgan, akademiklar bor edi, 1-2 ta. Mana shu hozirgi Yunusobodda nimasida hokimiyatida o'sha uchrashuv bo'lgan, o'sha nomzodlarning uchrashuvi. O'shanda taqsiri nomzodini qo'yganini ko'rgan bir qancha odamlar o'zlarining nomzodini olgan. Ali akademik ham bor edi, otlari esimga kelmayapti. O'sha akademik ham Hazrat bor joyda men nomzodimni qo'ymayman deb u kishi nomzodini olgan. Lekin birdamlikni nimasi, Ali birlikni rahbari Abdurahim Po'latov bilan taqsir keyin saylovga o'zlari nomzodini qo'ygan, lekin taqsirli nomzodi ko'p ovoz olib bu kishi saylangan. Shayx Hazratning Pokistonga safarlari men bilganim o'sha paytda Gorbachyovni talabi bilan bo'lgan, xalq deputatlari bo'lganligi uchun u kishiga talab qo'yganligi nima bo'lganki, o'sha paytda endi sobiq ittifoq endi haligi Afg'onistondan chiqqan yillar edi, 89-yil oxiriga chiqqan. Lekin ko'p o'sha paytda urushda qatnashgan askarlar asir tushib qolgan degan, o'shalarning oila a'zolari Gorbachyovga talabnoma yozgan. Undan keyin Gorbachyov bu kishidan iltimos qilgan, siz chet elda obro'yingiz katta, mana shu sohada yordam bersangiz, o'sha borib rahbarlar bilan uchrashsangiz, o'shani yo'lga qo'ysangiz degan maqsadda bu kishidan iltimos qilgan. Bu kishi o'sha asosida borib, o'sha paytdagi rahbarlar bilan Hikmatyor, Rabboniy o'shalar bilan uchrashib, bu borada gaplashib, bu muzokara olib borishgan. Ular haqiqatni aytishgan, bizlarda unaqa asir yo'q. Asir tushganlar ham ba'zi birlari islomni qabul qilgan, ketmaymiz deyapti. Agar asir bo'ladigan bo'lsa, nomlari bo'lsa, bizni qo'limizda bo'lsa, albatta sizni hurmatingizni chiqarib beramiz deb o'shanaqa aytishgan. Lekin sizlarni o'sha sobiq endi ittifoqni va'dasida turmaydigan odamlar ekan. Mana bunaqa deb va'da qiladi, bizdagi asirni ozod qilib beringlar, buni qilamiz deydi. Ertasiga biz qo'lga tushganlarni qo'yib bersak, ular bizni asirlarimizni bergan odamimizni bermay xiyonat qilishadi. O'shanaqa holat bo'lmasin deb bularni qilmishlarini ham aytgan. U taqsir kelib o'shalarni bo'lgan muloqotlardagi voqeani hammasini Gorbachyovga hisobotini bergan. U diniy soha bo'yicha borganlar, Benazir Bxuto bilan uchrashgan, islom tashkilotlari bilan uchrashgan, o'sha yerdagi malaka oshirishga yuborish kelishi o'shanda bo'lgan. Undan keyin u yoqda alindaqa
ikkita bosmaxona olganlar O'zbekiston o'sha nima O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlari idorasiga, bittasi Tojikiston musulmonlari uchun, bittasi Toshkentdagi o'zimizni bosmaxona uchun deb ikkita zamonaviy bosmaxona ham gaplashib, ular Toshkentga kelib tushgan, lekin Toshkentga kelib tushgandan keyin davlat olib qo'ygan uni. Bittasi Tojikistonga mo'ljallangan, bittasi Toshkentga o'zimizni haligidagi matbaamizga mo'ljallangan edi. O'zimizda nashriyat bor edi, o'shani podvali matbaa qilishga mo'ljallangan edi. Podval qismi katta edi, o'sha hozirgi diniy idorani oldidagi nashriyat. O'shanga qo'yamiz deb harakat qiluvdilar. O'sha kitobni o'zimizda bosmasak, davlatda qachon ularga yalinib yuramiz deb o'shanaqa bosmaxona qilib o'zimiz bosishimiz kerak deb unga harakat qilgandilar. Birinchi ziyoratida o'sha bo'lgan. Bu ikkinchisi o'sha Gorbachyovning iltimosi bilan bo'lgan. Hijratga ketishdan oldin asosiy faoliyatlari o'zimizda mana shu musulmonchilikni rivojlantirish, viloyatlardagi qozilik, endi bosh xatib deymiz, faoliyatini rivojlantirish, keyin bu chet elga chiqib bizlarning imom domlalar ham sal fikr doirasi kengayib, chet elda ta'lim olib, chet eldagi hol havorlardan, ulamolardan haligi ma'ruzalarini eshitib, ongini yana o'sha zamonaviy taraqqiyotdagi musulmonlarning o'rnini qanday ekanligini bilishga yo'lga qo'yish kerak deb ko'p harakat qilardilar. O'sha maqsadda Misrga malaka oshirishga yuborish yo'lga qo'yilgan edi imom domlalarni. Pokistonga, shuningdek Misrga talabalarni yuborishga kelishilgan edi. Bir qancha talabalar, 100 dan ortiq talabalar o'sha Misrni haligi vaqf ishlar vazirligi bilan bitimga asosan o'qishga ketgan. Abdulaziz Bobtin degan haligidagi Kuvaytlik tijorat nimasi bor, o'sha talabalarga yordam berib yuradigan. 92-yilda birinchi bo'lib o'sha Abdulaziz Bobtin kelganda 10 ta talabani beringlar deganda darhol 10 ta talabani o'sha Abdulaziz Bobtinni hisobidan o'qitishga yuborilgan. Undan keyin diniy idora Misrdagi vaqf ishlar vazirligi bilan kelishib 100 dan ortiq talabani yuborgan. 30 dan ortiq imomlar Misrga borib malakasini oshirib kelgan. Pokistonga yuborilgan edi malaka oshirishga. Undan keyin tahsiri asosiy qiladigan ishlari, rejalari o'zimizning viloyatlardagi qozixonalarni qoshida biblioteka tashkil qilishimiz kerak. Kutubxona. Chet eldan kitoblar olib kelib, hozirgi zamonaviy kitoblardan, hozirgi zamonaviy olimlarning kitoblaridan qo'yib, o'sha yerda imom domlalarni malakasini oshirishlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. O'sha bosh xatiblarga ko'p imkoniyat berishimiz kerak deb, o'sha 11 ta viloyatga 11 ta raf avtomashinasi olib keltirganda, o'sha qozixonalarga berib, qozilarni o'sha sayyora mandaqa tadbirlari bo'ladigan bo'lsa, viloyat bo'yicha imomlarni to'plab bu yoqqa yig'inlarga, uchrashuvlarga borib kelishlari uchun tashkil qilamiz deb 11 ta raf avtomashinasi olib keltirganlar. Undan tashqari o'sha kutubxonalarga deb 300 dan ortiq korobkada Misr Arab Respublikasidan kitob olib keltirgan edi. O'sha oxirgi, o'sha paytdagi zamonaviy olimlarning kitoblari. Maqsadlari o'sha viloyatlarda kutubxonalar tashkil qilib, o'sha bosh imomlar, o'sha yerdagi imomlarni kitob o'qishga targ'ib qilib, jalb qilib, ularni o'sha viloyat bo'yicha imomlarni kutubxonalarga jalb qilib o'qitishlarini malaka oshirishni yo'lga qo'yishlikni harakatini qilgandilar. Asosiy maqsadlari o'sha yoshlarimiz, avvalo imom domlalarimiz o'sha zamonaviy olimlarni ilmlarini bilib, fikr doirasi kengaysa, o'sha zamonga yarasha ma'ruzalar qilsa, xalqimizda chunki ongi rivojlanib kelyapti. Eski kitoblardan olgan ma'lumotlar u paytdagi ma'lumotlardagi odamlarga bas kelolmaydi. Chunki chet elda o'qiganlar bor, o'zimizda olimlar bor. O'shalarning saviyasida ma'ruza qiladigan, o'shalarning savollariga javob bera oladigan malakali mutaxassislar bo'lish kerak degan maqsadda o'sha narsaga harakat qilgan edilar. Shuningdek, Oliy Ma'had, Buxoro madrasalarini ham talabalar sonini kengaytirgandilar. Talabalarga sharoit yetkazish maqsadida Buxoroda 200 kishilik yotoqxona va darsxona qurishlikka hukumatdan o'sha paytda ruxsat olib, hattoki o'sha yotoqxonaning qurilishi boshlangan ham. Bularni moliyalashtirishlikni Islom banki, Islom taraqqiyot banki bilan kelishilib, o'shalardan mablag' ajratilgan edi. Adashmasam Buxorodagi qurilishga 313 ming atrofida dollar
Toshkentdagi Oliy Ma'hadga ham 200 kishilik yotoqxona qurilishiga unga ham qanchadir dollar o'sha Islom banki ajratgan. O'sha taqsirni faoliyatlari bilan o'zlari o'sha chet ellarga chiqqanlarida o'shanaqa banklar bilan, xayriya jamg'armalari bilan qanday qilib bo'lsa mana shu musulmonlarni xayriya ishlarini yo'lga qo'yishligi uchun ko'p harakat qilib o'shalarni yo'lga qo'ygan edilar. Undan tashqari har bir viloyatda bittadan madrasa ochishga harakat qildilar. Xorazmda ochildi, Farg'onada ham ochilgan edi, keyinchalik bekilib ketdi. Andijonda ochildi, Namanganda ochildi, Termizda ochildi. Deyarli hamma viloyatlarda ochishga harakat qilib, o'sha paytda 7-8 ta viloyatda deyarli ochilgan, Qoraqalpog'istonda ochilgan edi. Chunki bu kishi bilarlarki, u yoqdan viloyatdan kelib bu yoqda o'qishlik albatta qiyin sharoit. O'zini oilasiga yaqin joyda bo'lsa, ham o'sha yerdagi atrofdagilarga ta'siri bo'ladi. Madrasada faqat rasmiy talabalar o'qimasdan, o'sha atrofdagilarni ham o'sha yerdan kelib foydalanib, hamda ularni ham o'shanaqa ilmga jalb qilishlikka madrasani albatta ta'siri bo'ladi deb o'shanga harakat qilgan edilar. Keyin vodiyda Burhoniddin Marg'iloniy nomida Islom universiteti qurilishlikka ruxsat olib, unga o'sha chet eldan yordam ham olib, Imom Termiziyning yubileyi qilinganda o'sha yerda e'lon qilinib, bir qancha odamlar xayriya qilib o'sha Burhoniddin Marg'iloniy Islom universitetining qurilishiga moddiy yordam ham atab ketishgan edi. Qurilishi bitdi-yu, lekin davlat uni oxirgi paytdagi siyosati manba bo'lib, davlat o'zini hisobiga olib qo'ygan. Marg'ilondagi o'sha Islom universitetini 10 gektardan oshiq yer olib, o'sha yerga qurilish boshlangan edi taqsir o'zlarining davrlarida. Vaqf endi u paytda vaqf deyilmasdi-yu, yordamchi xo'jalikmi deyilgan u paytda shunaqa tartib bor edi. Har bir tashkilot o'zini moliyaviy holatini yaxshilab turishligi uchun yordamchi xo'jalik ta'sis qilishlikka ruxsat berilgan edi. Endi bizning tilimizda vaqf deyiladi. O'sha paytda endi rahbarlar bilan yaxshilik paytlarida taqsir mana bu Toshkent viloyatidan meni bilishimcha 33 gektarmidi Limonariya deganni bir chekkasidan yer olganlar. Zokir jandomlar o'sha yerda turardilar, o'sha yerda sharoitini yaxshi bilardilar. Muftiga noyib edilar, masjidlar bo'yicha Zokir jandomlar. U kishi sharoitni yaxshi bilganligi uchun o'sha kishini rahbar qilib qo'yganlar. Undan keyin u yerni alindaqa parnik qilishga maslahat bo'ldida, chet elda Robitatul Olam Islomiyning qoshida Hay'atul Ig'osal Islomiyya degan xayriya tashkiloti bor edi. O'shani rahbarlari kelganda olib borib ko'rsatib, shu yerga parnik qilsak, o'sha yerdan tushgan daromad o'zimizni talabalarimizga, idorani hojatlariga, masjidlar qurilishiga, boshqaga yaraydi deganda, ular $50,000 menimcha boshida ajratib o'sha nimasi parnik qurilishi boshlangan. 1 gektarchami, 2 gektarchami aniqini bilmayman. Parnik qurilgan. Atroflarini bog' qilingan 33 gektarmi shunaqa edi. O'sha joyni olingan. Undan keyin Sirdaryoda olingan edi yer. Navoiy viloyatida orilgan edi yer. Undan keyin Chorvoqda ham bir qanchalikdaqa nimalar bor edi. Dacha qilib olib, mana chet elliklar kelganda dam oldiradigan joy qilamiz deb u yerda ham olishga mo'ljallangan edi. O'shani taqsirga taklif bo'lganda taqsir o'shani olishga harakat qilgan edi oxirgi paytlarda. Chet elliklar kelsa endi suvni bo'yi yaxshi dacha qilib qo'ysak, o'sha yerda dam olishadi, ham ustozlar kelsa dam olib turadi degan maqsadda tashkil qilgan edilar. Mana shu viloyatlardagi yerlardan o'shanaqa bug'doylar ekib, o'shandan ko'radigan daromadni o'sha masjidlarga, talabalarga, shularga ishlatamiz, qachongacha bizlarni chet eldan so'rab yuramiz, o'zimiz yo'lga qo'yishimiz kerak deb vaqf endi u paytda o'sha yordamchi xo'jalik deb nomlanardi. O'shanday qilib boshlangan edi, ancha ishlar ham qilingan edi. Tojikistonning qozisi Akbar To'rajonzoda o'sha ulamolar kengashida taklif berdiki, bizda bitta samolyot sotilyapti. O'shani shahar hokimiyati bilan 50-50 qilib olmoqchimiz. Agar o'shani olsak, haj paytida bizlarning hojilarni tekinga olib borib keladi. Keyinchalik nima ish qilsa, o'shandan tushgan daromadni bizni diniy idoraga 50% beradigan bo'lyapti. Shunga yordam bersanglar $100,000 degan. O'shanda ulamolar kengashi qaror qilib $100,000 o'sha Tojikistonga, o'sha samolyot shahar hokimiyati bilan sotiladigan samolyot olib olishiga o'tkazishga qaror qilib, u paytda endi to'g'ri o'tmas edi, Moskva orqali o'tadigan bo'lgan. Moskvaga o'tkazilgan. Buni endi mana shu 100,000 ni aytib qo'yishim kerak. O'sha taqsirga hech qanday ayb topshanmagandan keyin, hali taqsir ketgandan keyin mana shu $100,000 ni qurol aslaha uchun o'tkazgan deb da'vo qilishgan hozir bizlarning davlat rahbarlari.
qurol aslaha o'tkazadigan odam Moskvaga o'tkazadimi? Перечисление qiladimi? Qurol aslahani kim перечислениеga sotib beradi? Endi bular o'zini oqlab taqsiri yomon ko'rsatishligi uchun endi nimadir deyish kerak. Bu yoqda hamma hojilarni so'rab chiqqan. O'sha 92-yil borgan, 91-92-yil borgan hojilar hammasini tushungan. Qancha pul bergansan, pora bergansan, hech biri nima qilmagan. Bizlarga pulimizni qaytarib berdi. U yoqda podshoh mehmon qilar ekan, taqsir gaplashgan ekan. Faqat samolyot haqi olindi. U yoqdagi mehmonxona, ovqat puli, u yoqda transport pullarini qaytarib berishdi deb aytgan. Bu yoqdan ayb topolmagandan keyin bitta o'sha endi buxgalteriyada chiqqan 100 ming u yoqqa o'tkazilgan ulamolar kengashining qarori asosida. Kattaga dastak ko'rsatish kerak. U kattaga nima ayb topding desam, anaqa 100 ming dollar o'tkazgan ekan qurol aslaga deb. Ular ahmoq ham aytmaydi. 100 ming dollarni o'tkazib qaytib Moskvadan olar ekan qurol. Moskva перечислениеga qurol berar ekan bularga deb o'ylashmang. Ayb topish kerak bo'lgandan nimani bo'lsa qo'yish. Bitta aybi o'sha bo'lgan taqsirga qo'ygan ayblaridan bittasi. Hijratga chiqib ketishlarini aytib o'tganmiz oldinda. Endi o'shanaqa davlat tomonidan mana shu u paytdagi tushunmovchiliklar yuqoriga, xususan prezidentga noto'g'ri ma'lumotlar yetkazib, taqsiri sha'niga ko'p yomon gaplar gapirilgan, tuhmatlar bo'lgan. O'shani oqibatida ziddiyat kelib chiqib, taqsir iste'foga chiqib ketishi majbur bo'lganlar. Chiqib ketishlari ham Qozog'iston orqali chiqib ketganlar, men o'zim olib borib Chimkentdan Moskvaga uchirib o'shanda chiqib ketganlar. Chunki o'sha paytdagi rahbariyatda ishlab turgan bir ikkitalar aytdilarki, agar chiqib ketmasalar bu kishiga hayotiga bir suiqasddan bo'lib qolish ehtimoli bor degan taxminlarni ham aytishdi. O'shaning uchun chiqib ketishni o'zlari ham ma'qul ko'rib hijratga ketdilar. Hijratda yurganlarda ilgari endi hozirgidek aloqa vositalari yo'q edi, bunaqa bog'lanishlar imkoniyati yo'q edi. Kimlar orqalidir gohida gaplashib turar edik. Xususan Liviyaga ketib, Liviyada ishlab faoliyatini boshlaganlarida 3-4 marta telefon orqali bog'lanib gaplashganmiz. Chunki u paytda telefon bilan muloqot qilish imkoniyatlari bor edi. Keyin u kishi Liviyada ishlab turganlarida o'sha xalqaro islomga da'vat nimasida, uyushmasida rahbariyat sohasida ishlaganlarida mana shu sobiq ittifoq bo'yicha mas'uliyatni u kishiga topshirilgan bo'lgan. O'sha chet ellarda bo'ladigan konferensiyalar, Mavlud sharif munosabatida o'tgan anjumanlarga bizlarni chaqirtirib turardilar, o'zlari taklifnoma yubortirib, o'sha jamiyatning vakillari kelib, Moskvada yo O'zbekistonga kelib, bizlarni keyin taklif qilib olib ketardilar, taqsir bilan o'sha yerda ko'rishar edik. Maltada, Liviyani o'zida, keyin Chadda, yana Afrika davlatlarida bir necha bor o'shanaqa yig'inlarda birga ko'rishganmiz. O'sha yerlarda hijratga yurganlarda o'sha yerlarda muloqotda bo'lganmiz. O'sha Muammar Qazzofiyning yaxshi ishi bor ediki, mana shunaqa anjumanlarni faqat Liviyada o'tkazmay, o'sha Afrika davlatlari, o'shanaqa kambag'al davlatlarda o'tkazib, u yerdagi musulmonlarni holidan xabarlash asosiy maqsadi. Hamma chet ellardan mehmonlar keladigan bo'lsa, albatta yerli hukumatlar unga ahamiyat beradi. Kutib olish, kuzatish jarayonlari bo'ladi. O'shanda musulmonlarga bir manfaat bo'lib qoladi. Ham musulmonchilikni tushunmagan qabilalar bo'lsa, musulmonchilikdan xabar bo'lib qoladi degan maqsadda o'shanaqa o'tkazgan. Ularga ko'p moddiy yordam ham ko'rsatar edi. O'sha munosabati bilan masjidlar, islom markazlari qurishga yordam berar edi. Liviya nihoyatda ko'p yordam bergan. O'sha chatda bo'lganda, o'sha anjumanda ham katta bir masjidda Qazzofiyning o'zi kelgan, ochilishida qatnashgan. Qabila boshliqlaridan ko'plari kelib islomga kirar edi. O'sha chatda ham bir qancha qabila boshliqlari kelib islomga kirib, o'zini qabila a'zolarini ham islomga kelganligini e'lon qilgan. O'sha chatda bo'lgan voqea bo'lgan. Shayx Hazrat oddiy kamtar inson edilar. Talabalik davrlarida Buxoroda bo'lganimizda ham riyozatga, endi hozir fizkulturaga qiziqardi u paytda ham. O'sha Buxoroda o'qib yurganimizda ham katta tanaffus bo'lardi, 20 minutlik. O'shanda hovlida madrasaning o'rtasida setga tortib qo'ygan voleybol nima bor edi, bir chekkaga tennis qo'yib qo'ygan. Yo tennis o'ynardilar, yo voleybol, hali kurs bo'lib voleybol o'ynardik, 15-20 minut o'shanda o'ynardik. Hech qanda qilmaganlar. Undan keyin Liviyaga borganimizda ham, Liviyada ham o'qigan joyimiz kichkina oldingi italyanlarni kanisasini, hali o'quv joyi bo'lgan. Hovlisida kichkina maydon bor edi, u yerda ham voleybol plashatkasi bor edi. 2 kunda bir kunora tushib o'sha yerda voleybol o'ynardik. Bu hamma bolalarni yig'ib tushardilar o'zlari, o'sha yerda yashaydiganlarni. Hali taqsiri hurmati baland,
Filippin, Indoneziya, arablar hammasi namozdan keyin, asrdan keyin voleybol o'ynaymiz desa, hammasi yig'ilib chiqadi. Shomgacha voleybol o'ynardik. Go'g'a endi kapto tepishga o'zali jamiyat ham olib borib turarlar. Riyozatni tark qilmaganlar. Endi oliy ma'hadga kelganlarida ham o'shandaqa o'qish programmalarini o'zlashtirish bilan birga o'shandaqa bu bolalarni endi psixkultura maydoni yo'q ekan deb tepada hozirgi ma'hadning o'rnida anaqa bir tepalik bo'lardi. Haligi suv chiqargan bochka bo'lardi. Orqa tomoni garaj, u yog'i kinoxona, o'rtada bir basketbol plashatka ham loyiq joy bor edi. Idoradagilarga aytib, o'sha yerda basketbol maydoniga aylantirganlar. Basketbol o'zlari keyin hali ishdan keyin o'ynab turardilar. Undan tashqari o'sha muftiy bo'lganlarida ham, rektor bo'lganlarida ham Uzgorodokda kechqurun borib fizkulturaga qatnashishardi. 10 ta 15 ta kishi alindaqa erkin basketbol alindaqa o'ynashgan. Arslon aka degan mana Novomoskovskda fizkultura institutidagi kurash bo'yicha, karate bo'yicha haligi taniqli odam Elif Arslon aka. O'sha kishi o'zi boshchiligida taqsir o'zi olib ketib, keyin Novomoskovskda haftada 3 kun borardik. Ertamdan borib, bomdoddan keyin to ishga borguncha kelib, o'sha Novomoskovskda Arslon akani o'zi boshchilik. Arslon aka endi katta choynakda limon choy qilib boradilar. Taqsir ham limon choyni yaxshi ko'radilar. O'sha choyni ichirib bizlarga o'sha yerda o'zlari mashq qildirib, saunasi bor, saunani dushni qildirib kanda qilmaganlar. Hijratdan kelganlaridan keyin ham Islom universitetida o'shanaqa mashqlarni davom ettirdilar. Odam sifatida oddiy inson edilar. Unaqa manmanlik, ilmi bundaqa degan gaplar yo'q edi. Kamtar edilar. Mana har jumalikda o'zimizni mana jamoamiz bor 20 dan ortiq. Ular bilan hammasi bilan ham samimiy suhbat, savollar bo'lsa samimiy javob. Uchrashuvlarda ham hech kimga dili og'ritadigan gap gapirmay, umumiy kerakli gaplarni gapirib, o'shanaqa qilib o'tdilar. Insonni qadri o'tgandan keyin bilinar ekan, orada yurganda bilinmas ekan. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Endi izdoshlarini ko'paytirib, hazrat ishini davom ettirib, u kishini rejalashtirgan ishlarni ham amalga oshirishga Alloh o'zi izdoshlariga, shogirdlariga Alloh o'zi quvvatlar ato qilsin. O'zimizda gap bor. Oldingda oqqan suvni qadri yo'q degan. Afsuski, shunday odam. Shunday odam bizlar bilan birga bo'lgan ekan. Hayotlari qisqa ekan, umrlari qisqa ekan. Oxirgi paytlarda har jumada ko'rishar edik. Ilmiy suhbatlar qilardilar. Yana o'zlarini chet ellardagi bo'lgan safarlarini, dunyoda bo'layotgan munosabatlarga o'zlarini munosabatlarini bildirardilar. Ko'p afsus bilan gapiradigan holatlari shu bo'lardiki, dunyodagi mana shu musulmonlarni mana shunday holiga kelishiga o'zlarini orasidagi ixtiloflar, mutaassib toifalar, islomning mohiyatini tushunmagan, uzoqni ko'ra bilmagan, hozirgi ba'zi bir yoshlar turli oqimlarga qo'shilib, dunyoda mana shu islomga keltirayotgan ularning zararlari, dunyodagi islomga yetayotgan zararlarning asosiy qismi mana shu noto'g'ri oqimlar, o'sha noto'g'ri oqimga targ'ib qilayotgan ba'zi shayxlar, olimlar, ulamolarni afsus bilan aytarlar, o'shalarni mana shu chet elda bo'ladigan holatlarga jihodga bor deb yoshlarni ongini zaharlab, turli mana Afg'onistonlarga yuborib, undan keyin mana Suriyadagi voqealar, undan keyin mana Liviyadagi hodisalar, hammasini orqasida mana shunday mutaassib shayxlarni mana shu yoshlarni ongini zaharlab, jihodga targ'ib qilib, musulmonlarni qonun to'kishga targ'ib qilgan holatlarini nihoyatda afsus bilan gapirardilarki, mana shu yoshlarni ongini zaharlab shundaqa qilmasdan yoshlarni ilmga, ma'rifatga o'rgatib, hozirgi zamonaviy taraqqiyotga o'rgatib, bu yoshlarni ham mana shu chet ellarda o'qib, chet eldagi mutaxassislarga o'xshagan yetuk turli sohalarda mutaxassis bo'lib yetishib, islomni sha'nini ko'tarishga harakat qilsa yaxshi bo'lar edi. Afsuski bular kimlarnidir o'zlarini o'sha siyosiy oqimlarni qo'llab-quvvatlaymiz deb
chet eldagi o'zlariga yoqmagan rahbarlarni siyosatiga qarshi jihodga yo'llab, xususan mana Liviyadagi bo'lgan hodisa o'shalarni puli, o'shalarni quroli, o'shalarni odami bilan bo'ldi. Suriyadagi ish ham o'shalarni qo'li bilan bo'ldi. Afg'onistondagi hammamiz bilamiz o'shalarni qo'li bilan bo'lgan. Undan keyin o'zimizni boshimizda kechirgan 90-yillardagi hodisalar, bularda ham o'shalarni qo'llari bo'lgan, o'sha oqimlarni, o'sha toifalarni zarari tekkan, taqsir orqasidan turli ig'vo fitnalar qilib, taqsir hammasiga chidab keldi. Ularga birontasiga yomon gapirmadilar. Xudo ko'rsatar, Xudo bor deb yurardilar. Endi oxiri mana bunaqa holatga kelgandan keyin iste'foga majbur bo'lganlaridan keyin ham uzoq turmadilar. 1-2 oy bitta muolaja olgandan keyin o'sha chet elga chiqib ketishga endi harakat qildilar, chunki sharoit o'shani taqozo qilgan. Undan boshqa iloj qolmagan edi. Bu chiqib ketmasa, chunki boyaga aytganimdek, turli alandaqa fojiali ishlar bo'lishligi ham mumkinligini o'sha yuqoridagilar o'zlari aytgandan keyin taqsir bilan maslahat qildik, chiqib ketishligi xayrli bo'ladi deb o'shanda chiqib ketdilar. Shuncha birga yurdik. Alloh rahmat.